Bizning konstitutsiya eng sara qonunlardan, qomusim oftob ro'yo yozilgan tilla harfdan. Havas qilsa arzigulik baxtim bor, nurli yo'lga chorlaguvchi ahdim bor. Fidodirman toki jonda qonim bor, men elimning qomusini kuylayman. Iymonli xalqimning baxtli farzandi, mehnatdan baxt topgan asal qandi, farovon zamonam porloq dilbandi, baxtliman buyuk qomus sharofatidan, istiqbolim yo'l ochgan adolatidan. Mustaqil diyorim himoya etgan, donoxo'z fikrlari jahonga yetgan, elu yurt qalbidan g'uborlar ketgan, baxtliman buyuk qomus sharofatidan, istiqlolim yo'l ochgan adolatidan. Sportmi yo san'atmi, fan yo madaniyatmi, janlar ma'naviyatni bizning konstitutsiya. Qonunlarni bilamiz, shu yurt faxri bo'lamiz, jonu dildan sevamiz bizning konstitutsiya. Mustaqillik ne'matdir, qadrin bilgan ahaddir, o'qib o'rgansang baxtdir, bizning konstitutsiya qomusimizdir. Bizning konstitutsiya bayroq nima, yer nima, vatan nima, yurt nima, so'ra undan tortinma, bizning konstitutsiya. Konstitutsiya 8-dekabr doim qilingan qadr, ozod vatan haqdadir bizning konstitutsiya. Konstitutsiya bering bir ahamiyat, jamdir davlat jamiyat, har modda yuksak niyat. Iymonli elimning baxtli farzandi, mehnatdan baxt topgan asalu qandi, farovon zamonam porloq dilbandi, baxtliman buyuk qomus sharofatidan, istiqlolim yo'l ochgan adolatidan.